Yoshim 32 da, xudo xolisa bu yil 33 ga kiraman. Allohga tavakkal qilib yana noldan boshlamoqchiman va buni natijalarini har kuni Instagramga joylab bormoqchiman. Siz 32 yoshda noldan boshlashga qaror qildingiz. Nima sababdan? Noldan boshlashga qaror qilganim, oxirgi mana shu 2 yil ichida qilayotgan ishlardan odam o'zi ko'ngli to'lmaydi-ku, mana oilani yaxshi sharoitga olib chiqish uchun oldin o'zimdan boshlashim kerakligini bildim. Nima o'zgarish bo'ldi shu kungacha? Hop, eng katta o'zgarish ichimda. Oldin o'zimga bo'lgan samatsinki juda past edi. 15 kun oldin men baralni singan edim. O'zi menda hech narsa o'xshamayapti edi. Hozir anaqa duxim ochib ketyapti. Ish qilishga, chunki menda o'xshayapti hamma narsa. Eng katta qilganim 15 yil sigaret chekkanimni tashladim. Bu menga eng katta dastajeniya bo'ldi. Tashlaganingizdan keyin o'zingizni qanaqa his qildingiz? 2-3 kun juda og'ir o'tdi. Prям ichimdan anada og'ruvlar, maqsad qo'yish kerak ekan, duoni qilish kerak ekan, chidash kerak. Menga yetishdiki, mana qarang. Men bunaqa chakkin kelganim buni yeb ko'r, yo buni qilib ko'r, mana qilib ko'r. Hammasini qilib ko'rdim, foydasi yo'q. Agar odam o'zida shuni irodasida, agar shuni qilaman degan maqsadi bo'lmasa, hech narsa yordam bermaydi. Banda sug'ur kuni deydimi? Повторni bo'laveradi. Uspешный chiqaman, qatgadir to'xtayman, bo'ldi, yana bir ham pastga tushib ketaman. Yana ko'tarilaman, yana pastga tushib ketaveraman. O'sha bo'ldi, men mana shunday qolib ketdim, hayotim mana shunday ketdi deb o'yladim. Instagram ko'raverish ko'pchiligi hozirgi kunda depressiyada. Chunki men o'zim ham ko'p listat qilganimda, men ko'rasiz 17 yoshda buni oldim, 18 yoshda buni oldim. Men 32 yoshdaman, o'sha maralni men nima oldim? Men misol uchun hozir mashinam yo'q, okey. Lekin bu normal holat, men uyaladigan narsam yo'q. O'zimning shaxsiy uyim yo'q hali. Pravam yo'q даже, okey. Prav olmagan hali, tushunasizmi? Bu normal holat. Men o'sha narsalarni ko'raverganimda, shu bola shuncha narsa shu yoshda olib tashyapti. Men o'sha bo'ldi, qoldim deb o'yladim. Aslida maralni sindim deb o'yladim. Nimaga ishonaman? 32 yoshdagi bo'lgan yoshimgacha bo'lgan tajribam bilan men tezroq uspешный bo'laman deb o'yladim. Men o'zimda awareness oshib ketdi shu narsaga. Siz Instagramingizga Nodir Hoji aka kommentariy yozganlar, поддержка qilib, o'shani ko'rganingizdan keyin o'zingizni qanaqa his qildingiz? Instagramga bitta kiryapman, Nodir Hojiga подписали. Hayron bo'ldim. Og'aylarim aytadi, adashib bosib ketgan. Keyin bu videoga kiryapman, komment yozganlar. Sizga motivatsiya bo'lsin. O'sha yerda 4 ta bola shok bo'ldi konkretda. Chunki men kutmagan edim-da. Okey, men prям 3-4 kun oldingi holatim bilan o'sha kundagi holatim men prям bamlab ketdi. Okey, men o'zim emotsional, ya'ni tushuntirish qiyin narsa-da. Anaqaga tushib qoldim. Efariya deydimi? Shok holatiga tushib qoldim. Okaga respekt, gap yo'q. Menga hatto motivatsiya berib yordingiz, okey.